Sizlar bilan bugun 5-darsimiz vizuallikdagi ijodkorlikni osonlashtirish. Bugun biz Geminining yangi iste'dodlaridan birini kashf qilamiz. Ya'ni Nano Banana yordamida Geminini qanday tasvirlar yaratish va ularni qanday o'zgartirishni ko'ramiz. Bu tizimning tasavvur dvigatelidir. Ya'ni Nano Banana Geminiga sizning tasavvuringizni tushunishga, uslubiy jihatlarni qo'llashga va vizuallarni aniq tahlil qilishga yordam beradi. Hatto siz dizayner bo'lmasangiz ham. Hozir endi biz o'tgan darsimizda Gemini orqali HTML va CSS kod yozgan bo'lsak, endi biz Gemini orqali dizaynerlikni ham o'rganishimiz mumkin ekan. Nano Banana bilan boshlash. Nano Banana bu Geminining ichidagi vizual dvigatel. Xos tepada aytganimizdek, Nano Banana bu Gemini ichidagi vizual dvigatel, ya'ni g'oyalarni tasvirga aylantirishga ma'qul qism. Siz Geminidan rasm yaratish yoki tahrirlashni so'raganingizda tasavvur, kompozitsiya, yorug'lik va uslubiy ishlarni aynan Nano Banana bajaradi. Ya'ni Gemini saytiga kirganimizdan so'ng Gemini saytiga kirdik. Hop, mana Gemini saytiga kirdik va sozdать изображение, ya'ni o'zbekchasida qanday bo'lishi mumkin? Rasm yaratishni bosamiz va endi Nano Banana alohida dastur sifatida ko'rmaysiz. U Gemini ichida jim ishlaydi va sizning so'rovlaringizdan vizual yaratishni yaxshilaydi. Ya'ni xuddi shu sozdать изображение bu Geminining Nano Bananasi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bananni rasmi bor. Endi Nano Banana sizning ijodingizni nima qo'shadi? Nano Banana Geminiga tezkor va ijodiy vizual qatlam beradi. U quyidagilarni qilishi mumkin: batafsil tasvirlarni tushunish, g'oyalarni tasvirga aylantirish, yorug'lik uslubi, kompozitsiya jihatdan qo'llash, mos keluvchi rasm to'plamlarini yaratish, fikr mulohazaga asoslangan vizuallarni sozlash yoki qayta yozish. Endi sizga san'atga oid terminlarni bilish shart emas. Ya'ni hozir yaratadigan rasmlarimizda, mana bu yerda yaratadigan rasmlarimizda terminlarni bilish shart emas ekan. Yumshoq yorug'likdagi tinch ish joyi, yulduz shaklidagi oddiy ikonka, taqdimot uchun toza banner. Ya'ni shu biz promptni bilmagan holda shunchaki signallarni berishimizni o'zi kifoya. Ya'ni hozircha biz bu nima deydi? Signallarni berdik. Signallarni berganimizdan so'ng kuchli rasm so'rovini yaratish. Ko'rib turganingizdek, Gemini eng yaxshi natijani quyidagi elementlar o'z ichiga olgan so'rovlarni bilan beradi. Asosiy mavzu, kashfiyot uslubi, muhit, ranglar, yorug'lik, tafsilot darajasi. Ya'ni mana shu bergan signallarimizdan so'ng Gemini bizga yanada aniqroq bo'lgan rasmni ko'rsatadi. Barchasini kiritishingiz shart emas, lekin aniq maqsad Nano Bananaga natijani istalgan tarzda shakllantirishga yordam beradi. Ya'ni bu signallarni bermasak ham Gemini bizga iloji boricha biz xohlagan narsani yaratishga harakat qiladi. Toza taqdimot bannerini yaratish. Keling, bir misolga qaraylik. Agar siz shunday desangiz, oddiy shakllar va do'stona sarlavha maydoni bilan toza ko'k banner yarating. Ya'ni xuddi shunaqa banner yaratish uchun biz mana shu promptni olamiz va Geminiga kirib, aynan mana shu promptni berib ko'ramiz. Aynan mana shu prompt va tagidagi signallar bilan beramiz va Gemini bizga Nano Banana orqali biz xohlagan rasmni yaratishga harakat qilib ko'radi. Mana ko'rib turganingizdek, bergan prompt va signallar orqali Gemini menga mana shunday dizaynerskiy rasm yaratib berdi. Endi buyruqlar orqali tahrirlash. Nano Banana bilan har doim yangi vizual yaratish shart emas. Siz mavjud rasmni ham oddiy so'rovlar orqali tahrirlashingiz mumkin. Buning uchun istalgan rasmni yuklang va Geminidan shunday buyruqlarni so'rashingiz mumkin. Obyektlarni almashtirish, ranglarni sozlash, fonni kengaytirish, elementlarni tozalash, yorug'likni o'zgartirish, chalg'ituvchi elementlarni olib tashlash. Ya'ni biz Googledan xohlagan rasmni oldik. Masalan, mana shu rasm. Ya'ni biz masalan xuddi mana shu rasmni o'zimizga Googledan saqlanib qilib olamiz. Xo'p.
xuddi shu rasmni biz o'zimizning kompyuterimizga yuklab oldik va mana bu yerdan xuddi shu rasmni berdik. Ana endi biz obyektlarni almashtirishni so'raymiz. Obyektlarni almashtirish. Biz signallar beryapmiz hozir. Ranglarni tozalash kerak emas, fonni kengaytirish kerak emas, elementlarni tozalash, yorug'likni o'zgartirishni beramiz. Yorug'liklarni o'zgartirish va chalg'ituvchi elementlarni olib tashlash. Ya'ni bu rasmda bizni chalg'itayotgan qaysi element bo'lsa, shularni tozalashga yordam beradi. Shu signallarni bergandan so'ng biz nano bananaga bu rasmni va signallarni tashlaymiz. Va nano banana xuddi shu rasm orqali bizga chalg'ituvchi elementlarni olib tashlaydi va rasmdagi ikkita narsani olib tashlaydi. Bizda ozgina texnik nosozlik, ya'ni menda Gemini'da plus sahifasi yo'q bo'lgani uchun menga rasmlarni chiqarib bermadi. Xuddi shu signallar orqali sizda Gemini uchun xohlagan rasmingizni elementlarni o'zgartirish, fonlarni to'g'rilash va yorug'likni o'zgartirishni degan signallarni tanlasangiz, ular xuddi shu anaqani ko'rib beradi. Ya'ni o'zgartirib beradi Gemini. Keling, qor o'ynayotgan bolalarni ushbu rasmni mashq qilaylik. Ya'ni xuddi shu rasmni biz yaratmoqchi bo'lsak, ish taqdimot va marketing uchun tasvirlar, nano banana yaratilgan vizuallar, to'g'ridan-to'g'ri slaydlar, ijtimoiy tarmoqlar postlar, mahsulot g'oyalari, hisobotlar, landing page'lar yoki ichki hujjatlar uchun ishlatishingiz mumkin. Siz tezda ikonkalar, bannerlar, hero seksiyalar, diagrammalar yoki konspekt san'atlarini yaratishingiz mumkin. Ya'ni siz dizaynerlik qobiliyatingiz bo'lmagan taqdirda ham Gemini orqali siz xuddi shu narsalarni yaratishingiz mumkin. Ya'ni ikonkalar, bannerlar, hero seksiyalar, diagrammalarni yaratishingiz mumkin. Oddiy ikonka to'plamlarini yaratish. Masalan, siz shunday desangiz, ushbu usulda 3 ta oddiy ikonka bering: laptop, bulut va olcha. Ya'ni xuddi shu promptni biz endi Geminiga beramiz. Mana biz Geminiga kirib, nano banana orqali xuddi shu signallarni berdik. Signallarni berganimizdan so'ng Gemini yaratishni boshlaydi. Hozir men Geminidan pulli plus tarifini topdim va create imagesdan xuddi shu narsani yana berib ko'ramiz. Ana endi Gemini bizga tezkorlik bilan hozirgi bergan signallarimiz va promptlarimiz orqali rasm yaratishni boshladi. Rasm yaratgunga qadar biz yana ko'rib chiqishni boshlaymiz. Nano banana mos keluvchi shakllar, ranglar va chiziqlar va nisbatlar bilan bir xil ko'rishga ega ikonka to'plamlarini yaratadi. Ya'ni biz hozir bergan signallarimiz orqali xuddi shu ikonkalarni yaratishni boshlaydi. Nima uchun? Uslub uyg'unligi muhim. Ya'ni bu narsalarni ko'rib chiqishimizdan oldin keling, hozir Gemini yaratayotgan rasmni ko'ramiz. Mana xuddi biz bergan signallar orqali Gemini bizga xuddi mana shu narsani yaratib berdi. Ya'ni biz hech qanday dizaynerlikka xos xislatimiz yoki dizaynerlikka o'qimagan bo'lsak ham Gemini bizga xuddi shu narsalarni yaratib berdi. Endi bularni ko'rib chiqamiz. Nima uchun? Uslub uyg'unligi muhim. Bir necha rasm yaratishga uyg'unlik ishonch hosil qiladi. Nano banana quyidagilar orqali vizual yo'riqnomalarga rioya qiladi. Rang palitarisini takrorlash, shakllarni moslashtirish, tekshiruvlarni o'xshash saqlash, yorug'likni tekislash, kompozitsiya naqshlarini qayta ishlash. Bu sizga uyg'un va bir xil ko'rinishga ega to'plamlar yaratishga yordam beradi. Mana siz so'ragan matnning o'zbek tiliga tarjimasi, ya'ni biz qidirayotgan matnning o'zbek tiliga tarjimasi. Uslubli promptni qayta ishlash. Geminiga bir uslub bering, keyin uni qayta ishlang. Oxirgi rasm bilan bir xil yumshoq, dumaloq illyustratsiya uslubini foydalaning. Nano banana avtomatik ravishda san'at yo'nalishida davom etadi. Ya'ni biz hozir mana shu promptni
va xuddi mana shu promptni biz yana Geminiga mana bu rasm mana shu rasmni aniqlashtirish uchun shu signallarni tashlaymiz. Keling, Gemini xuddi shu rasmni yaratguncha biz boshqa darsliklarni ham qilib turamiz. Har qanday detalni takrorlash shart emas. Agar xohlasangiz, men uni yana tabiiy va qisqaroq o'zbekcha versiyaga uni o'qishimiz shart emas. Xo'p, hammasini birlashtirish. Ushbu darsda siz Nano Banana yordamida rasm yaratishni, vizuallarni oddiy ko'rsatmalar bilan tahlillashni va haqiqiy hayotda foydalanish uchun barqaror, yuqori sifatli resurslar yaratishni o'rgandingiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu rasmdan ko'ra hozirgi bergan signallarimiz orqali Gemini bizga mana shu rasmni yaratib berdi. Albatta, mana bu rasm bilan bu rasmning katta farqi bor. Xo'p, vizuallarni aniq tasvirlay olasiz. Dizayn vositalarini rasmlar takomillashtira olasiz. Rasmlarni takrorlab olasiz. Bannerlar, ikonkalar va illyustratsiyadan iborat uyg'un to'plamlar yaratishga imkon beradi. Gemini sizga professional rasmlarni boshdan yaratishga ishonch beradi.